Bizning Avropada yashovchi yetakchilarimiz o'zlarining uyushmalari osha bu siyozga o'zlarining delegatlarini jibarib, menimcha eng birinchidan bek hazırlanib kelganlar. Chunki Avropa tatarlari deganda da bizning 16 ilda o'zimizning uyushmalari uyushtirilgan har bir ilning o'z zakoni bor. Ular endi borsida Avropa turamida yig'ishtirilgan bo'lsalar-da, lekin o'zining o'zicha ekanligini ko'rib turamiz. Shunga ko'ra eng birinchi ularning tilaklari Qozog'istonda biz aytgancha 100 million tatar bunda yashaydi. Har birisine bugungi kunda millatli bo'lib qolishga mumkinlik tug'diradilar hamsa muhtimman ishlar. Siyos vaqtida bek tiri bordi. Har bir kelgan delegat siyos vaqtida сөйлесу bilan tugul bir-birisi bilan oralashib, tag'inda niqroq o'zlariga foydali ishlarga mumkinliklarini ko'rdilar, o'zlarining planlarini kiritdilar. Ham endi bir so'rovlarga biz bir necha taqdirda aylanib qaytdik, chunki Yevrosoyuz bor. Ikkinchidan shul il bor, ham bizning ustav bor. Shunga ko'ra mana bu o'zinchalikni eng boshundan yuridik yoqdan durust yasar uchun durust qaror qabul qilishga kerak. Shunga ko'ra mana bu shitirikli ishni menimcha biz bek millatlik yog'idan da yuridik yoqdan da durust yig'ib chiqdik. Asıl uchun bek zo'r rahmat delegatlarga. Chunki ambitsiyalar qo'ymoqda birikligini korzindan da chiqib oldi deb aytishga bo'ladi. Lekin ana qaramasdan millatlik jingib chiqdi. Mana bu eng muhimi. Ham uchinchidan aytamiz endi bu qatanda qonatlanib qaytdi. Qanotli bo'lib qanotlanib qaytdi, chunki menda kelib Moskvadan, Qozondan, butun illardan kelib bir-birimizga yordam qo'li so'zib, bir-birimizga rahmat bildirib, bir-birimizga umid berib qaytib, bu xalqdan da qonatlantirdi deb aytadi. Shol vaqtda biz aytamiz, o'zimizning milliy bayramlar bo'yicha, bilim olu bo'yicha, madaniyat bo'yicha, sport bo'yicha har birisi ishlaylar. Ham menimcha bugungi siyozdan so'ng yangi bosqich kelib chiqacak bunlar uchun. Hem endi eng zo'risi biz aytamiz, bar tatar xalqi uchun u bar bizning Sabantoyimiz. Bu yil motorlar gullab o'tdi Tallin shahrida. Ham endi delegatlar bir-birisi bilan сөйләшкән arada ikki kandidat bo'ldi. Женева Shveysariya ham Sofiya Bolgariya. Lekin ko'p tavsiylar bilan bizning delegatlar ikkinchi yilga endi Avropa Sabantoyin Bolgariyada, Sofiyada o'tkazamiz deb shunday qaror qabul etdilar. Shunga ko'ra agarda u il yog'idan ham yetakchilar yog'idan shu taqdim qabul etilsa, biz endi ikkinchi yilga Sofiyada o'tkazamiz. Shunga ko'ra bu haqdan da umid beradigan siyos ham eng zo'r menimcha qaror qabul etu ol Yevrosoyuzning Sovetına kiruv bo'yicha. Bugungi kunda 400 uyushma, turli millatlar bo'yicha, jamiyat ishlar bo'yicha shu uyushmaga kirganlar. Ada kirish uchun bizga 5 yil ishlashga kerak edi. Mana biz 5 yil ishlab, tege har yoqdan da durust rekomendatsiyalar olinib, shu datani o'tgandan so'ng bizga mumkinlik bo'ldi. Ham endi siyer shunday qaror qabul etdi. Biz hozir dokumentlar hazırlab, Avropa Tatar Alyansin endi shu Yevrosoyuzning Sovetini taqdim etib kirsak, biz anda 400da birinchi uyushma bo'lib kiramiz. Bu endi ikkinchi mumkinliklar beracak. Ham biz anga ishonib ishlab, tatar xalqini, tatar millatini zo'rroq ishga ko'tarishga tilaymiz, ham ishlayapmiz.